Iltimos amaki. Dadajonim o'lib qolmasinlar. Bo'lmasa menga va'da ber. Maktabdan a'lo baholarga bitirib, yaxshi o'qiyman degan. Yaxshi o'qiysan-a? Bo'lmasa keling, qo'lingizni 10-15 kunga davolanishga olib ketaman. O'zim nazoratim ostida bo'ladilar. Endi yog'i bir gap bo'lar. Rahmat. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Xolos hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Kecha yomon so'yilding-a? Assalomu alaykum. Amaki, salfetka olasizlarmi? Va alaykum assalom uka, kerak emas. Bitta bo'lsa ham oling amaki. Menga yordam qilgan bo'lardingiz. Otamni davolatishga. Uka, gap tushunmaysanmi? Kerak emas deyapman-ku. O'zi senga o'xshaganlarim ko'payib ketdi. Oka. Yana kimning otasi kasal? Mana otam kasallik. Otam hozir davolanayaptilar. Men oyimga qarashim kerak. Otamni dorilarga. Doktor amaki aytdilar. Agar vaqtida olib kelmasanglar, otani tuzata olmasligimiz mumkin dedilar. Qo'ysin-chi. Yosh bola-ku, yosh bola bilan teng bo'lasanmi? Kech qoldik aka. Bolam, Alloh sabr bersin. Doktor, Nega aytgan dorilarni vaqtida bermadilar? akam bilan birga yashamasam, nima qilishim kerak? Ana bolalari bor-ku. Shunda odamni berib qo'ydik. Turing, siz aytgan dorilaringizni olib keldim. Turing, siz sog'ayib ketasiz, dadajon. Turing, dada, turing, dada.